Va nihoyat bugun 2026-yilning 1-may kunida fayzli xonadonlardan biri bo'lgan Gavhar Shodligim onajonimning tavallud kunlaridamiz. Singan qalbim bilan kulib, oqma suvda baliqday suzib, yig'lasam shohlar olib turar hammani, kulib turar ko'ngilsizlar. Oqajonim mening boyligim, yuzlari nurli chiroyligim. Musofirdalar. Shahriz akamni yonlarida har gal Maftuna yengam borlar. Onajonim ikki nabiraning bo'yjonsi bo'ldi. Yaqinlarim, kelinlarim, qudalarim mana barcha yaqinlarim shu ekan. Sizlarga katta rahmat. Onamni sochirdagi oqlarga, yuzdagi achilarga biz ikki o'g'il ko'proq sababchimiz. Onam har gal bizni yo'llarimizga rosa intizor qo'ydilar. Bilaman. Otam onam bo'lgani. Ayajon, sizni juda yaxshi ko'ramiz. Bo'ldi yetarjim, yengil yaratirdim, arazingni qo'yindi, o'zing sanda yuragim. Oh, bo'ldi yetarjim, endi erkalatirdim. Mademoiselle Madame, go'zal sanda hammadan, arazchim san o'zimdan, chimilma qo'shil falan. Aslida hammadan onam chiroyli, yig'lasam yig'lab